Selamünaleyküm kardeşler. Sefer başlandı. Belgiye'den vekil, Hollandiya'dan vekil, Fransa'dan vekil bulup şoförümüzden 10 kişi hazır yolga çıktık kapsa. Allah kabul etsin. Assalamu alaikum dünyanın her qaysi joylaridagi barliq aziz qarindoshlar, yurtdoshlar. Bizning xabar bo'lganidek 2021 yil 9-21 kuni Amsterdamdan Yevropaning markazi Brukseliga bo'lgan 300 kilometrlik safarimiz hozirmi davom etayotdi. Izsiz ma'lumotimiz. Bugunlik menish nishonimiz, oxirgi nishonimiz Gollandiyaningki dünyanın sot merkezi bo'lgan Den Haag oxirgi bekitimiz. Endi bu yerda nurg'un qarindoshlar mengishlik asosli maqsad nima degandagidek gap savollar tug'ilibdi. Bir ikki turli maqsad qilgan bo'lib, bu mengishimiz orqali birinchisi 2022 yili Xitoyda o'tkazilgan qishliq olimpik harakat musobaqasini cheklash. Ikkinchisi Yevropa parlamentinin Yevropa ittifoqining boshqa Amerika davlatlariga o'xshash dunyo Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qildirish uchun bu yurishimizni yurib turibmiz. Hamda bu yurish jarayonida har qaysi shaharlardan, yezlardan o'tdik. Mana biz WKPU Recognize China Treatment of Uyghurs as Genocide degan bayroqni ko'tarib Yevropa parlamentidan Uyg'ur etnik qirg'inchiligini e'tirof qilish piyoda namoyishimizning 4-kunini davomlashtiryapmiz. Biz bu yerda etnik qirg'inchilikni e'tirof qilgan Belgiya, Chexiya, Gollandiya, Litvaning bayrog'ini ko'tarib mandoq. Chunki bu davlatda Uyg'ur etnik qirg'inchiligini e'tirof qilgan bo'lg'achqa. Selamünaleyküm barliq Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Bugun 9-23 kuni Sharq Turkiston Cumhuriyet Partiyasininki yurishga qatnashgan xizmatlari hozir Gollandiya Den Haag shahrininki shahar boshlig'i bilan uchrashish va hukumat xodimlari bilan ko'rishish uchun bino oldida saqlayapmiz. Shu soat 11 da bo'ldi. Uchrashishdan keyin yana tafsilotni yollaymiz qarindoshlar. And we would like to support you with this march to Brussels, and we wish you lots of success, and we know you will succeed to reach Brussels and there hand your petition to the European Parliament. As members of the Amnesty International, we do have a warm heart for your case, but unfortunately we are not allowed to officially say that we support, because we have to stay independent. But we do want you to know that we do have a warm heart for your case, and we hope you will succeed. Lots of success. Thank you so much. Assalamualaikum barliq aziz qarindoshlar. Bugun Uyg'on Yevropa faoliyatimizning 5-kuniga qadam qo'ydik. Shundaqla umumiy musobaqamizningki yerimi o'ngishli oyoqlashdi. Qarindoshlarimiz qattiq ishonch bilan olg'a ilgirlamoqda. Avam yaxshi bo'lyapti, yaxshi emas, so'qoqni hisob qilmaganda barliq ishlar joyida. Atrofdagi yaqin-jiroqdagi qarindoshlarimiz bizni tomoq bilan ta'minlayapti degandek qolgan yerim musobaqamizga yana butun ishonchimiz bilan olg'a ilgirlamoqda. Qo'llab-quvvatlashinglarni, ko'plab taqishinglarni so'raymiz. Allohga omonat. Bag'anda ko'rishaylik. 10-oyning 1-kuni Belgiya namoyishimizni ko'rishaylik qarindoshlar. Oy. Baridir imanımız, kalbimizde kurtuluş var. Baridir imanımız. Geçmez mi var affedilir?
Atalarının canları uçmaydı tarih bitidin. Biz onun evladınız. Aktı kanem çıktı can, düşmendim olsun el aman. Yaşasın, yaşasın istikbalimiz. Yaşasın parlak bizning istikbalimiz. Bugün namoyishimiz tugaydiganga bir kun qoldi. Bugün shu Xefenda bo'lib ertalikka bir ishchilik tushimiz. Qarindoshlar g'ayratdan yo'lim davom qilyotdi. Zallar Ramsitdan o'tyapmiz Xefenga qarab. Qarindoshlar medet berishni unutmanglar. 300 kilometrlik piyoda namoyishimiz tugab ketish oldida turdi mana. 100 yilda 13 ayni 1 kuni Xitoyga qarshi shuarlarimiz bilan Yevropa ittifoqidan Şərq Türkistan'ın müstəqilliği, Uyğurluğa qarşılığına etnik qırğınçılığını toxtuşunun birdən-bir yolu degan temada namoyishimiz oldu. Qatnashib berishinglarni so'raymiz. Himmetingdan, g'ayratingdan o'llikin ayrilmag'in, haqliqin bilgan yo'lingdan jonni bar qayrilmag'in. At o'zingni bahriga yo g'arq bo'l, yo tab go'har, elishib qonga bo'yalki, nomusni hargiz sotmag'il. Bunlardan için çıkan amamak saklıkçı veya bıraksın tutsan video san bu mayda turvaganlıktır. Videonu alamaya kaldık. Bütün 370 lira. Beraber çıkıyor tabii. Bunun başlarının aldığın bayrağımız Beka Çaylı Restoran sayt. Kırgızistan itirafı Avrupa İttifakı'ya bayrağını getirdiğim adına Akıda Avrupa İttifakı'na ve Uygur'a katılan Kırgızistan itirafı bayrağına birer şu sözlerden gördüğünüz Uyganmay ölmekçi mu sen şu beti. Hop dedim beşin kötür oyduğunu aç. Rakibin başını kes kanini çaç. Göz iç etraf obdan bakmasan. Ölürsen armandı bir gün na ilaç. Oyman, oyman, Uygurum oyman. Oyman, oyman, Uygurun oyman. Oyman, oyman, Uygurun oyman. Oyman, oyman, Uygurun oyman. Yuni yuvan içip etraf